Topses marketing agentligining 6 qadamli marketing tizimi uchun mijozlar har oy $3,5 dan oshiq pul to'laydi. Bu videoda ushbu qadamlarni sizga bepulga ulashaman. Eng yaxshi marketing shunchaki kabinetda o'tirib ishlash bilan amalga oshirilmaydi. Biza borib, mijozlar bilan gaplashamiz, raqobatchilarni tahlil qilamiz, biznesdagi xodimlar bilan gaplashib, suhbatlashib, haqiqiy faktlarni yig'amiz. Ikkinchi qadam yuqoridagi tadqiqot xulosalaridan kelib chiqqan holda mijozlar rad etishga ojizlik qiladigan kuchli taklif tizimini ishlab chiqamiz. Agar siz berayotgan taklif kuchsiz bo'lsa, marketingdagi qolgan hamma harakatlaringiz behuda ketadi. Uchinchisi, kontent tizimi. Brendingizni tanitadigan, siz va mijozlaringiz o'rtasida ishonch quradigan hamda reklamasiz ham sotadigan kontent. Bu esa Instagramda shunchaki post joylashdan ko'ra umuman boshqacha natija olib keladi. 4-qadam lead generatsiya ekotizimi. Bitta zo'r reklama kreativimiz bo'lsa, sotuvlarimiz oshib ketadi degan gap aslida siz o'ylaganchalik ishlamaydi. Biza loyihalarimizda 10 tadan oshiq, ba'zi holatlarda yuzlab reklama kreativlarini bir vaqtda ishga tushiramiz. Bu orqali esa sizni birinchi marta ko'rib turgan inson ham bir necha qadam orqali sizga pul to'lashga tayyor bo'lgan mijozga aylanadi. 5-qadam sotuv bo'limi bilan birgalikda kollaboratsiyada ishlash. Odatda marketing va sotuv bo'limi bir-biri bilan kelishib ishlamaydi. Lekin RMP tizimi to'g'ri joriy qilinadigan bo'lsa, marketing va sotuv bo'limi bitta jamoa bo'lib natija uchun harakat qiladi. 6-qadam raqamlarni nazorat qilish. Marketingda siz nazorat qilishingiz kerak bo'lgan 10 dan oshiq metrikalar bor. Agar bu raqamlar doimiy nazorat qilib borilsa, natijaga erishish ancha oson bo'ladi. Bu tizimni siz ham o'zingiz biznesingizda qo'llashingiz mumkin. Yuqoridagi 6 ta qadamdan qaysi biri sizga qiziq, izohda yozing va bu haqida biz batafsil video tayyorlaymiz.